Assalomu alaykum. Mana bugun Qoraqo'ylida yangi ishimizni tugatdik. Uy egasiga topshiryapmiz mana. 25 ga 8 bitta nasos qo'yib yuborganmiz, 6 ta radiator qo'yganmiz, 8 qo'yda tupli polimiz bor. Aynaqa sistemada bo'ldi. Apparatga podachani chiqarib qo'yganimiz hisobiga magnitga hammom bo'ladi. O'sha hammomni mashinadan ulab ketilaveradi. Endi bitta Merkuriy bitta kotel qo'yganmiz. Uy egasiga yoqib, tekshirib, hammasini naqib oldik. Aka, mana uy egasi. Aka, qanday ishlar yoqdimi sizga? Ishlar a'lo darajada. Xudo xolasa kelgusida ham birga ishlaymiz. Xudo xolasa. Nechta radiator qo'ydik endi ichkarilarga? 6 ta radiator qo'yildi. Hammasi a'lo darajada ishlayapti. Sizga yoqdimi ishlarimiz? Ishlar zo'r. Adashmayapsiz ustadan? Ma'qul. Ishlar zo'r, xudo xolasa. Aytganimdek, keyinchalik ham xudo xolasa tanishlarga tavsiya qilamiz. Tanishlar. Unaqaligi aytbeylarda muammo bo'layotgan ish bo'lgan yo'q. Bo'lmadi. Radiatorlar yondiryapti, qo'ldi. Kuydiryapti. Bu haligi soxta gaplar bo'lgan yo'q. Soxta o'zsiz. Hammasi haqqoniy. Aka, mana shunaqa sistemada, mana shunaqa ishlar ma'qul kelib qiziqqanlar bo'lsa, hisoblab o'lchab berishlar, xizmatlarimiz bepul. Xudo xolasa. Hammalaringni ko'rishamiz hali xudo xolasa. Bu yangi chiqib kelyapti hozir. Mana shunaqa kotellar, mana shunaqa ishlar, hoka ko'mirga mana solib qo'yganmiz. Hokasida yonadi mana. Qilgan bo'lsa 5 kilo rasxod qildi. Hamma sistemamizni tekshirib oldik.